Kimyo fakulteti Men Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Kimyo fakulteti Organik va neft gaz kimyo kafedrasi 4-bosqich talabasi Baxtiyor Rasulovna Asladinova. Bugungi kunda ilmiy ishlarim asosan yerda unumdorligini oshirish maqsadida bir qancha ilmiy va amaliy ishlar olib bormoqdaman. Bular jumlasidan hozirgi kunda chetdan import qilib olib kelinayotgan gumin fulvo kislotalarni mahalliy xomashyo asosida chiqindilarni qayta ishlash jarayonini olishga muvaffaq bo'lyapmiz. Hozirgi vaqtda O'zbekistonimizga gumin va fulvo kislotalarni import qilish jarayonida yiliga 10,000-15 ming tonna import qilinadi. Bu jarayonda o'zimizda Toshkent viloyati Angren shahrida qazib olinadigan ko'mirlarni qayta ishlash jarayoni gumin va fulvo kislotalar va ularning natijasida vinil efirlarni ham olishga muvaffaq bo'ldik. Va bu jarayon fulvo kislotalarni ajratib olish jarayoni hisoblanadi va bu jihoz uskunalardan biz ko'mirdan ajratib olinadigan fulvo kislotalar bu jarayonda o'simliklarimizni stimulyator vazifasini bajarib, o'simliklarni yanada rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi va hozirgi kunda biz poliz ekinlari va doni dukkakli mahsulotlaridan olinib sinovdan o'tkazildi. Jumladan Angren shahrida faoliyat ko'rsatayotgan fermer xo'jaliklari, Samarqand viloyati Paxtachi tumanida va Paxtachi agro hamkor tomorqa xizmati 2022 mas'uliyat cheklangan jamiyatlariga ham Qoraqalpog'iston Respublikasi Illiqqal'a tumanida o'z faoliyatini ko'rsatayotgan fermer xo'jaliklariga ham biz namuna berganmiz. Bu jarayonda dukkakli mahsulotlardan sinovdan o'tkazilib va natijalarni ham berishga muvaffaq bo'lindi va bu jarayonda aynan makkajo'xoridan foydalangan holatda sinovdan o'tkazildi. Buyining balandligi, barglarning qalinligi va donlarning og'irligi bilan ham o'zidan bir barobar chetini oshganligini tasdiqladi. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti biologiya fakultetidan bir guruh ilmiy talabalari bilan birgalikda quloqlarni chatishtirish, ya'ni ko'paytirish maqsadida yerda unumdorligini oshirish maqsadida ham bir qancha gumin fulvo va bular natijasida vinil birikmalardan olinib sinovdan o'tkazilmoqda.